Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli Vot Market YouTube kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar, barchalaringizga xayrli kun, barchalaringizga yana bir bora Ramazon oyi muborak bo'lsin. Hurmatli obunachilar, mana bugungi ish kunimizni ham boshlab oldik. Bugungi ish kunimizni yangi poltaxta mahsulotlarini qabul qilish jarayoni bilan boshlab oldik. Albatta, poltaxta mahsulotlarimiz haqida asta-sekin sizlarga ma'lumotlar berishni boshlaymiz. Bizni kuzatishda davom eting, like va podpiska tugmasini ayamaysizlar degan umidamiz. Hurmatli obunachilar, ma'lumotlarga o'tishdan oldin bir nimani eslatib o'tmoqchiman. Bizda qurilish uchun mo'ljallangan barcha turdagi taxta va taxta mahsulotlari sotuvda mavjud. Barcha turdagi taxta mahsulotlari Optim savdosi bo'yicha pastda nomer qoldiramiz. Mana shu nomerlarga telefon qilgan holatda o'zingiz uchun kerakli savollarga javob olishingiz mumkin. Optim taxta mahsulot deganimizda barcha turdagi taxta mahsulotlarni nazarda tutyapmiz. Taxta mahsulotlarimizni albatta yetkazib berish xizmati mavjud. Yetkazib berish xizmati 24/7 ishlab turibdi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari bo'yicha kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Hurmatli obunachilar, mana ko'rib turibsizlar, yangi poltaxta mahsulotimizni sotuv jarayoniga tayyorlanish holati. Poltaxta mahsulotimizning razmerlariga keladigan bo'lsak, 9 sm ga 2 sm, xudo xolasa cheklanmagan miqdorda yetkazib berish xizmatlarimiz vodiy bo'yicha ishlab turibdi, albatta kelishilgan holatda. Mahsulotlarimiz bo'yicha yana ham to'liqroq ma'lumot olishingiz uchun pastda nomerlar qoldiramiz. Mana shu nomerlarga telefon qilgan holatda o'zingiz uchun kerakli savollarga javob olishingiz mumkin. Qolaversa, shu nomerlarda ijtimoiy tarmoqlar, ya'ni Instagram, Telegram tarmoqlari mavjud. Bizni kuzatishda davom eting, like va podpiska tugmasini ayamaysizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.